So'nggi zamonaviy uslubdagi italyanskiy atachanta uslubida ta'mirlangan full komplektatsiya holatda jihozlangan xonadonimiz sotuvga chiqdi. Manzilimiz Buxoro shahar Saxarniy больницаga yon tomoni 7 qavatli elitniy lifli domning 6-qavatda joylashgan. Asosiy kiraverishdan bizni kattagina koridor kutib oladi. Prixojlarimiz qilingan holatda. Proyekt bo'yicha asosiy mehmonxona, yotoqxona, umumiy holatdagi sanuzul, kuxnya hamda bolalar yotoqxonasi. Ko'rishni esa asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakasnoy MDF, devorlarimiz italyanskiy atachanta uslubida ta'mirlangan, pardalarimiz ringan, konditsioner, televizor mavjud holatda. Asosiysi domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan, kadastr hujjatlarimiz tayyor, yo'l yoqasidan 2-liniyada joylashgan, maktab, bog'cha, hamma narsa dostupni joyga joylashgan. Kattalar yotoqxonasi mebelga to'liq jihozlangan holatda barcha jihozlarimiz qoladi. Proyektimiz 2 tomonlama proyektdan tashkil topgan. Bolalar yotoqxonasi, uy bekalari orzusidagi kuxnya qismimiz xolodilnik, moyka, gazli plita, vытяжка, duxovoy shkaf, mikrovolnovoy hamda stol stullarimiz mavjud holatda. Umumiy holatdagi sanuzul qismimiz pastdan tepagacha to'liq kafel qilingan, qo'shimchasi gariston mavjud. 79.900 ga baholanayotgan ushbu 2 tomonlama proyektdagi 3 xonali xonadonimizning batafsil ma'lumoti sizga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki Družba ko'chmas mulk agentligiga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.